Ulug'bek mana aytib berdi. Tushunishim bo'yicha u yozgan Instagramda. Tanish bo'lmagansizlar. Eng qizig'i men hayron qolganim, Instagramda zaпрос degan narsa bor, bilasizmi? Zaprosga tushmaganlar Ulug'bek aka. Primo kirib ketgan. Men hayronman nimaga unaqa bo'lgan, balki galchkasi borlar primo anaqaga tushar, nima deydi? Direktga, основнойga sразу tushar. Lekin Ulug'bek aka umuman zaprosga tushmasdan primo основнойga tushgan. Taqdir bo'pti-da bu. Ha, primo shu hayron qolganman. Nima deb yozganlar? Shu komandaga kirmoqchimisiz? Yo'q, primo komandaga taklif qilmaganlar. Yaxshimisiz deganlar, bizga videolarga qiz kerak deganlar. Men sразу tilim ozgina sal zaharroq. Sразу aytganman. Men bir marta, ikki marta chiqiladigan videolar bo'lsa ishlamayman, uzr deganman. Sразу shaqasamki, "Yo'q, siz oldin kelib ko'ring, qani ko'ring. Ko'raylik" dedi. Biz ham sizni ko'raylik, siz ham bizani ko'ring. Bir-birimizga ma'qul kelsak, ishlaymiz xudo xolis deganlar. Birinchi kunning o'zidan hamma bilan juda ham zo'r chiqishib ketganman. Azizakadan tashqari. Juda ham seryozni ko'ringanlar, chunki Azizaka o'zi videolar ozgina seryoznini beradi. Qolgan hamma bilan o'sha zo'r chiqib ketgan. Yengil ketgan. G'ulom meni ko'zimga rosa yaxshi bola ko'rgan. Ya hali ham shunaqa yaxshi bola qilaman. В итоге shu komandaga birinchi kun keldi, shu simpatiya, zaifni hamma bilan bo'ldi. Tushundinglar, bir-biringlarni yoqdinglar, qoldingiz. Da, shunaqa bo'ldi.